Aytilishi 30 million so'm bo'lyapti. Bozor qancha qildi aka? 25 million 300 gacha bor. 25 million 300 gacha so'radi bozor mana. Ko'k rangga qiziqqan insonlar uchun manaki 15 litr suvga garantiya kafolati bilan. Bolasi nima edi? Ho'kischa manaki. Nechinchi qoringan? 4-chi. 4-chi qoringan manaki bolasi ho'kischa 15 litr suvga garantiya ekan. Hammaga alangalik assalomu alaykum. Sahrodagi bo'ronni kanalini kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari. Nasib bo'lsa sigir tepib yubormasdan bitta like bosib, podpiska tashlab qo'yavering. Samarqandning paxtachi Kalininskiy Shanbao bozoridagi 27-yanvar sanasi bilan narx-navolarni nasib bo'lsa chiroyli qilib yoritib beraman. Ona bola sigirlardan ko'pchilik video qilib olganim yo'q edim, lekin mana bugunga nasib qilgan ekan. Sizlar uchun faqatgina podpiska bo'ladi. Bir donadan. Bo'lmasam akalar bir qator hozir ko'rib o'tamiz. Narx-navolarni, ma'qul kelganlarni, telefon nomerlarini albatta qo'yib beraman. Aloqaga chiqib bog'lansizlar bo'laveradi. Hozir bo'lmasam bir qator nasib bo'lsa yangi tug'ilgan sifati yaxshilardan ham boshlaymiz. Aka sizdan ha? Nech bo'lyapmiz? 40 million aytilishi kami bor. Qaysi bola buniki? Mana ho'kischami? Onasi ikkalasi ham ha? Buniki mana onasi. Shundan boshladik qancha deyapsiz buni? 37 deyapti, 33 so'rayapti. 37 aytilishi 33 million so'mga bozor so'rayapti. Nechta sut beradi? 12 ta sutiga garantiyasi bor ekan. Zo'r. Buchi aka qancha sut beradi? 13-14 litr, tomog'iga qarasa 15 tagacha ham berar ekan. Idishlarga bitta e'tibor qiling. Mollar qatorlar aka. Idish kosalari haqiqatda bag'bat ekan. Sigirmisan sigir? Aka nech pul savdosi bo'ldi? 37 so'rayapti. 37 so'radim bozor. Kamini qilib berasizmi? So'rab o'tiribdi 37. Telefon nomer qo'yamiz. 93lik. 93lik 823 823 33 93. 33-93 ma'qul bo'lsa gaplashamiz. Keyingisiga mana shu tog'amni sigirni ko'raylik. 12 ta sutiga garantiya ekan. Tushovlari bo'lmasa tepmas. Tog'a tepmaydi-a? Yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q. Hech qanday muammosi yo'q. Bolasi 10 Buni 33 so'rayapti. Narxini oldingiz bo'ladi. 3 million qoldi. 33 so'radi-da bozor. Buni 33 so'rayapti. Boshqasini 31 ga sotdim. Sherigini 31 ga sotdingiz. Yaxshi. Ne o'zini gapiring, ne o'zini gapiring. Ikkinchi qora. O'zini gapiring. Ha, tog'am o'zi trendda. Nech pulga beryapsiz? 33 ga bermadim. Diye. Ha. Yatta kelishayotgan joylarim bormi? Qancha? Kelishamiz. Hozir qotibda tegamiz. Kelishamiz. 7taga 7ta ko'ramiz. Aka qanchaga sotildi? 19 millionga baraka bo'ldi. Mana bola, sal kichikroq olsin. Aka oldingizmi? Qanchaga? 7 millionga oldim. Zo'r. Tog'a umringiz uzoq bo'lsin, charchamang. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Egalari kim ekan buni? Ha, akalardan bo'ldi. Aka, assalomu alaykum, hormatlar. Qancha bo'lyapti aka? 30 million aytilishi. Nechtasi bor? 15 ta bor, ha? Ha. Bitta aylanib tomosha qiling mollar haqiqiy sifatini. Eti boshi yaxshi, badani toza. Qizil sigirlar. Aka, bola xonajinmi? Xonajincha. Bola xonajin. Aka qanchaga bordi bu? 28 ga so'radi.
Ikkinchi qorinmi, uchmi? Uchinchi qorin. 4-5 ming ketmasa, ha? Yaxshi aka, savdo bersin. Qaysini so'raysiz aka? Qanchaga bo'ladi? 24 million 600 aka. 24 million 600 ga so'rayapti ekan. Bolasi o'qishchi. Olsam maylimi o'zlaringizmi? Barakami? Bolasi o'qishchi. Onasiga to'ydirsangiz ham nasib bo'lsa, o'zi ham badani yaxshi ekan. Onasini so'skani qarang, so'skani. O'xti. Bozorda bo'layotgan realni savdo mana. Ustiga kelsa, ertadan oqshom bir 7 litrlar bersa kerak. Taxminan, bo'lmasam 6 tami, 8 tami, 10 ta atrofi bilan bizni savob qo'ysangiz bilamiz. Yaxshi. Sigirda dalmatinlari bor ekan mana aka. Qancha ekan aka narxi? 30 million so'm aytilishi. Bolog'i nojimmi? O'qishcha. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Qanchaga bordi aka savdo? 28 ga bozor so'radi. 10 ta beradimi? Beradi 10 ta. Hammalar. Yaxshi. Bugun katta mollar sal kamroqmi? Aka nechi pulga bordi? 26 ga. Mana shu onasi? Onasi shumi? 26 million so'mga bordi. Bolasi unojincha. Aka nechinchi bola bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. 5 ta suti bormi? 13 ta. 13 ta suti bormi? Kichkina bo'lsa ham omon ekan-ku. 13 ta suti bor ekan. Nomer beramizmi? Nomer. Yozing 93lik. 93lik 119 119 88 15. 88 15. Qayerdaki aka? Bu Kalinin. Kalinin sho'rda. Sherdiki. Sho'rdaki. Yaxshi. Aka qanchaga oldi? Sotilyaptimi? Qancha ekan puli? 40 million kami bor. Ko'pcham aka bolasi. Nechinchi qorin ekan? 3-chi qorin. Qanchaga bordi aka savdosi? 34 million so'radi. Yaxshi. Mana yap qo'yasizmi? Aytasiz. 91lik. 91lik. 974 974 74 74 94. Dastavkasi ham ichiga. Dastavka ham qilib berasiz. Dastavka ham qilib beramiz. Zo'r. Qayerdan ol aka? Navoiy nima? Navoiy. Zo'r aka. Dastavkasi ichiga o'sha kelishiga pulni ichiga dastavka. Bo'ladi. Kelishilgan summani ichida dastavka qilib beraman deyapti. Ana shu ham savdo bo'lyapti. Ona bola. Akalar qanchaga boryapti? Qanchaga boryapti? 13 million 300 ha? Zo'r. 13,5 million. Bolasi bormi? O'zimi? Bo'g'oz ha? 13 million 300 ga so'rayapti. Bo'g'oz g'onozi. Sigirlar orasi qanday? Bo'g'oz kirib qolibdi.
Bunikimi deyman, ha, bolasi. Egasi yo'q ishlab hozir kelar. Ha. Sventaldachi aka? Sizdan emasmi aka? Sizdanmi aka? Kimdan ekan bu? Tog'a sizdanmi? Qancha so'rayapmiz buni? Buni 45 so'rayapman. 45 aytyapsiz. Ha. Qanchasi beradigani? 10 tasi beradi. Satilga tushishi 10 ta. Bolasi o'ticha. Nechinchi qoringa? Ikkinchi bor. Ikkinchi qoringa. Sigir haqiqatda zo'r ekan, ha, lekin. Yeb ichishi, sog'liqlari garantiya bilan ekan. Qanchaga bordingiz aka savdo? 42 million. 42 million bo'lsa qo'yadi. Zo'r. Nomer aytamizmi? Nomeringizni Ha, yo'q. ayting. 93. 93lik 137 32. 132 84 64. Yaxshi. Bu hammi? Bu qanchaga bordi? Qanchaga bordi aka bu? Buni 38 so'rayapti. 38 so'rayapti. Buni bolasi qaysi? Buni bolasi mana. Ana shu. Bu hozircha. 15 ta sutga beradi. 15 taga kafolat. Yeb ichishi, sog'lig'i garantiya bilan. Garantiya ikkinchi qorin tug'ishi 4 tushlik. Ikkinchi qorin 4 tushmi? Zo'r. Nech pul bo'lsa beramiz buni? Barobar 40 bo'lsa beramiz. Sigir haqiqatda zo'r. Bilmam, qarang 15 ta ustiga garantiya bor deyapti. Zo'r akajonlar. Nasib qilsin hammaga mana shunaqa mollardan eng zo'r asillarni boqish, mashalloh. Like bosib, do'stlaringizga borib, ko'proq odamga podpisa qiling. Nasib bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlashib tursanglar, mana shu loy balchiqdagi mehnatimizga uchun like bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz.